Assalomu alaykum qishloqdoshlar, yaxshimisizlar? Mana suyaklar bir tozalasa kanal suvi tugayapti-da, juda ko'payib ketibdi bu. Eshak suyaklari. To'la. Vashshe to'la. Sasi boryapti shunday. Mana xaltalarda ham bor ekan-ku, mana. Mana xaltalarda ham bor ekan. Xalta olib tashlagan ekan-da, ha? Juda ko'p ekan-da. Onang deyimgar. Hali bu yerdan eshitdi. Ana. Mana xaltalar bari ana unda. Ekologiyaga chiqib murojaat qilish kerak. Ular bilan shug'ullanayotgan tashkilot yo'qmi? Shunday. Olib chiqarib tashlash kerak-da, qayergadir nima qilib, suvni harom qilib. Ha? Hali yerda o'zida bir kamasi chiqadi. Anchadan beri so'ygan ekanda ular, bo'lmasa. Anaqilarda qancha bor-a?